Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Conversion API haqida gaplashamiz. Xo'p, bu Conversion API o'zi nima? Nima uchun ishlatishimiz kerak? Nega kerak? Bizning biznesimizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Sotuvlarimizni oshiradimi yoki zararli tomonlari bormi? O'zi aslida qanaqa ishlaydi? Qanday o'rnatishimiz mumkin bo'ladi? Shular haqida gaplashamiz va video oxirigacha ko'rsalaringiz sizlarga bitta havola beraman. O'sha havola orqali meta mutaxassislari Conversion API haqida tushuntirib bergan prezentatsiyasi bor va men buni tarjima qilganman o'zbek tilida. Shuni ko'rib tanishib chiqishlaringiz ham mumkin bo'ladi. Unday bo'layotgan bo'lsa, biz darsni boshladik. Xo'p, men Conversion API ni birinchi o'rinda sizlarga tushuntirib berishim uchun oldin qanaqa ishlagandi va nima uchun hozir Conversion API ni ham biz targetimizga ishlatishimiz kerak, shu narsani gaplashamiz. Oldin bizda Instagram, Facebook yoki Instagram va bizda Meta desak, mana buni. Mana. Bu Instagram. Bizning havolamiz yoki knopkamiz bu bizda Meta. Meta adresimiz. Endi bizda bu yerda reklama chiqib turadi. Reklama bo'ladi. Va bizda yana nima bor edi? O'zimizni qurilmalarimiz bor edi, ya'ni telefonlarimiz bor edi. Endi bizda oldin qanaqa ishlardi? Meta o'zi qanaqa insonlarga qanaqa reklama ko'rsatish kerakligini aniqlab, ya'ni videolarni ko'radi-da, shu bo'yicha qanaqa reklama video ko'rsatishim kerak, qaysi auditoriyaga ko'rsatishim kerak, kimlarga ko'rsatishim kerak degan savollarga javob o'zi topib Instagramga beradi va Instagram o'sha auditoriyaga reklama ko'rsatishni boshlardi. Va reklama ko'rsatishni boshlaganda kimdir havolani bosadi, kimdir boshqa narsa qiladi. Bu albatta telefonda, qurilmamizda bo'ladi va o'sha kimdir ushbu havolani bosganda bizning qurilmalarimiz Metaga bizning ma'lumotlarimizni yuborardi. Ya'ni bizda foydalanayotgan ID raqamimiz, FBP, FBS degan ma'lumotlar bo'ladi. Qaysi reklamadan qoldirayotganimiz va yana ism, familiya, email bo'lsa, emaillerimizgacha butun ma'lumotlarimiz Metaga yuborilardi va Meta demak, mana shu meni mijozim ekan va shunga o'xshagan auditoriyaga reklamani ko'rsatishim kerak ekan deb tushunardi. Shu bo'yicha auditoriya tahlab Instagramga berishni boshlardi va Meta bergan auditoriya bo'yicha Instagram reklamalarimizni o'sha insonlarga ko'rsatishni boshlardi. Ya'ni spiral simon bo'lardi. Mana o'zagida kim birinchi yaxshi lead qoldirayotgan bo'lsa yoki SMS tanlagan bo'lsa, SMS qilayotgan bo'lsa va shu bo'yicha auditoriya kengayib borardi. Endi bu Instagram bilan Meta ulanishi agar biz veb-sayt orqali ulaganimizda Metapixel deb ataladi. Lekin shu turishiga ham bizda agar veb-saytdan yoki lead formadan olganimizda ma'lumotlar Metaga shunaqa uzatilardi telefonimiz orqali. Lekin hozir bizda bitta muammo chiqib keldi. Buni bitta kamchiligi shunda bo'ldiki, bizda hozir masalan iOS deb qo'y. 14.5 yangilanishidan so'ng va masalan Samsungning S23 Ultralar deymizmi yoki ayrim yana shunaqa qimmat telefonlarga keladigan bo'lsak, o'shalar reklama kuzatuvini cheklash imkoniyati bor. Agar siz belgilab qo'ysangiz, reklama kuzatuvi cheklanadi. O'shanda qanaqa kamchilik bo'ladi? Sizda oldingizdan reklama chiqadi. Agar siz mana bunday yuqori telefon ishlatsangiz va uni bloklagan bo'lsangiz ham sizda oldingizdan reklama chiqadi. Chiqqan reklamani siz lead qoldirasiz. Lekin sizning ma'lumotlaringiz Metaga uzatilmaydi. Metaga uzatilmagandan keyin siz kimligingizni bilmaydi va yana Meta izlanishni boshlaydi. Izlanaveradi va oxiri oqibat o'zini auditoriyasini topadi. Bo'lishi mumkin, oddiyroq telefon ishlatayotgan bo'lishi mumkin yoki cheklovlarni olib qo'ygan bo'lishi mumkin, ya'ni reklama kuzatuvini bloklab qo'ymagan bo'lishi mumkin. O'sha auditoriyaga reklamalar tushishni boshlaydi va tushganda ham ma'lumotlar juda kam Metaga yetib boriladi, chunki bu Metapixel orqali boriladi va juda kam ma'lumotlar borgani hisobida qanaqa minuslarni olib kelardi. Ya'ni auditoriyani to'liq topolmaydi va har 3 ta leaddan bittasini tanimaydi
Meta kim qoldirganini bilmaydi. Mana shu bittasi sizda premium obunachingiz bo'lishi mumkin edi. Va oxir oqibat lidlar juda ko'p tushishni boshlaydi. Lekin juda ko'p holatlarda bekorchilar men qoldirmadim yoki puli yo'q insonlarga tushib qoladi. Endi bekorchilar deganimda nima? Masalan, o'yin o'ynayotgan bo'ladi, boshqa narsa qilayotgan bo'ladi. Ular bexosda bosib o'radi yoki boshqa narsa qiladi-da, o'shalarga ko'p tushib qoladi. Va bu sizda pulingizda havoga sovurilishda eng yomon qism desak ham bo'ladi. Nimaga? Chunki borgan sari mana bu auditoriyaga o'tib ketadi reklamangiz va shu bilan qarabsizki, sizda natija bo'lmaslikni boshlaydi. Va bu hozir 2026-yilda jadal rivojlanib kelayotgan, jadal muammo bo'lib kelayotgan narsa. Endi Conversion API nima qiladi? Conversion API biz buni telefonda bo'layotgan bo'lsak va endi shu yerda biza bu yerda albatta reklamalarimiz va reklama mana bu havolani bosganda bizada agar veb-saytdan olayotgan bo'lsak, bu yerda veb-saytimiz bo'lardi. Va veb-saytimiz lead qoldirgan odam o'sha mana bu telefonimizga lead qoldirildi degan ma'lumot va u orqali metaga borar edi. Ana endi bizda nima bo'lyapti? Veb-saytimiz orqali qilayotganimizda endi hozir Conversion API orqali agar veb-saytimizga ulaydigan bo'lsak, buni ham web deb qo'yaman. Bu mana shunaqa holatda ishlardi. Endi hozir bizda qanaqa ishlayapti? Hozir bizda aytaylik, mana bu hozir bu Metapixel. Buni Metapixel deb ataymiz. Va endi Conversion API qanaqa bo'ladi? Mana buni biz veb-sayt deb olamiz. Veb-saytimiz bo'lsa va bu Conversion API orqali ulangan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Meta ma'lumotlarni reklamaga Instagramga yuboradi. Instagram insonlarga ko'rsatishni boshlaydi va kimdir havolani bosadigan bo'lsa, telefonimizga emas, balki promoy veb-saytimizga yuboradi. Va veb-saytimiz hech qanaqa cheklovlarsiz, uzilishlarsiz metaga ma'lumotlarni yuboradi. Bunda hech qanaqa mana bu qurilmani bloklangan yoki ochiq holati kerak emas. Qanaqa qurilma bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa telefon yoki qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar hech qanaqa cheklovlarsiz, agar mana 3 tadan bitta bo'layotgan bo'lsa, bu yerda 3 ta inson to'liq ma'lumotlari metaga yuboriladi va o'shaning hisobida meta aynan kim bizga lead bo'layotganlarni auditoriya qilib oladi va shu orqali reklamaga ko'rsatishni boshlaydi. Endi veb-saytimizga Conversion API ni ulaganimizda meta mutaxassislarining o'zini fikri 17% eng kamida 17% ga sotuvlar oshganini isbotlab ko'rsatgan. Ya'ni ularning tadqiqoti bo'yicha eng kamida sotuvlar 17% ga ko'tarilgan va 17% dan 2x gacha oshganini ko'rsatib bergan. Ya'ni 2-3 ta kompaniyalarda test qilingan. Eng kami 17% ko'tarilgan, eng ko'pi bilan 2x gacha ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin bo'lgan. Endi bu bizani Conversion API hisoblanadi. Endi yana bizda shunaqa narsa borki, metani o'ziga faqat bu lead qoldirgan, ya'ni lead qoldirish qanaqa formani to'ldirayotgan insonlarni topib berishga harakat qilyapti bu auditoriya. Endi bizga forma to'ldirib berayotgan auditoriya kerak emas, bizga sotib oladigan auditoriya kerak. Xo'sh, bu qanaqa bo'ladi? Men hozir buni o'chirib, endi bu narsani sizlarga tushuntirib beraman. Bizda Instagram ketib qoldi. Instagram knopkasi bu yerda meta turibdi bizda. Meta bor. Bu yerda bizda aytaylik veb-sayt bor. Web deb qo'yaman, veb-saytimiz bor. Endi bizda mana bunaqa holat bo'layotdi va endi qarangizlar. Agar bizda CRM bo'lsa, mijozlarimiz CRM ga o'tadi, to'g'rimi? CRM ga o'tkaziladi. Endi bu mana CRM. Va bizda mana shunaqa endi nima bo'lyapti? Meta Instagramga auditoriyani beryapti, reklamani beryapti. Instagram o'sha auditoriyaga ko'rsatishni boshlayapti va
kimdir havolani bosyapti. Havolani bosganda veb-saytimizga o'tyapti. Veb-saytimizda forma to'ldirib, lead qoldirganda CRM ga lead tushyapti, to'g'rimi? CRM ga lead tushgandan keyin agar biz lead uchun target yoqqanimizda, bu yerda kim lead bo'lganini metaga veb-saytimiz uzatyapti ma'lumotlarni. Va endi qarang. CRM da bilasizlar, ishlatganlar bo'lsa, bunaqa narsa bor. Bunaqa ustunlar bo'ladi. To'g'rimi? Va bu yerda lead bo'lib kelgan yangi leadlar tushsa, mana shunaqa tushadi. Va sotuvchilarimiz gaplashadi. Masalan, mana bu ko'tarmadi bo'limi bo'lsa yoki o'ylab ko'raman bo'limi bo'lsa, ko'tarmadi. O'ylab ko'radi. Masalan, sotib oldi. Misol shunaqa bo'limlar bo'ladi, to'g'rimi? Endi aytaylik, mana bu leadimiz sotib oldi. Aytaylik, $100 mahsulot sotib oldi va sotuvchimiz buni shunday oldida sotib oldi bo'limiga tashladi. Sotib oldi bo'limiga tashlaganida biza mana bu CRM mana shu insonning ma'lumotlarini shunday oladida, shu turish hamma ma'lumotlar IDlari bilan oladida veb-saytga yo'naltiradi. Veb-saytga aytadi, mana shu bizadan manmuncha so'mga mahsulot sotib oldi deydi. Va bu veb-sayt buni shunday o'sha insonning ma'lumotini oladida, sirasi nima qiladi? Metaga yuboradi. Metaga kim sotib olinganligi haqida to'liq ma'lumot boradi va yana qiziq tomoni necha pulga sotib olinganligi haqida. O'shani hisobida bu yerda purchase ROAS to'liq ko'rsatadi. Ya'ni ROAS nima edi? $1 uchun necha pul sarfladik o'sha narsani ko'rsatadi. $1 uchun necha pul sarflaganimiz bu yerda ko'rinib ketaveradi. Endi o'shanday bo'lgandan keyin bu endi mukammal ishlashni boshlaydi. Xohlasak biza yuqori sifatli leadlar ma'lumot yuborishimiz mumkin yoki xohlasak bizadan sotib olgan mijozlarni o'zini faqat metaga yuborishimiz mumkin bo'ladi. Endi qachon buni ishlatamiz? Agar bizada kunida kamida 10 ta, 15 ta, 20 ta sotib bo'layotgan bo'lsa, unda biza bu yerda sotib olgan mijozlarni metaga yuborishimiz zo'r bo'ladi. Agar bizada bu narsa juda kam bo'layotgan bo'lsa, unda biza metaga juda kam signal yubormasligimiz uchun bu yerda leadlar tushsa va bu yerda yuqori sifatli lead yoki o'ylab ko'raman degan bo'lim ochib qo'yishimiz mumkin va bu yerda tushgan leadlarni aynan o'sha o'ylab ko'raman yoki sotib olmoqchi bo'lgan lead bo'lsa, sotuvchi mana shu qatorga shuni tashlaydigan bo'lsa, o'sha leadni keyin ertaga olsa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Shuni tashadimi, shu odamning ma'lumoti sirasi veb-saytga boradi, veb-sayt metaga yuboradi. Mana bu yuqori sifatli lead degan. Va yuqori sifatli lead degan ma'lumotni metaga yuborgandan keyin juda ko'p signallar bo'lgani hisobida meta algoritmlar juda yaxshi auditoriyani to'plab oladi va o'shanga o'xshagan lal auditoriya qilib oladi. O'zi avtomatik Instagramga ko'rsatishni boshlaydi. Endi ko'pchilik bu yerda savol beradi. Qanaqa savol? Men mijozlarim ism, familiya, telefon raqamlarini olib metaga qo'shsam va o'shandan lal auditoriya qilib olsam, bu bilan bir xil emasmi deb so'rash mumkin. Yo'q, bir xil emas. Nimaga? Nimagaki mana bu yuborayotgan ma'lumotlarda sizda o'sha mijozingizda IDsi bo'ladi, qaysi reklamadan lead qoldirayotgan ma'lumotlari bo'ladi. FBP, FBS degan ma'lumotlar bo'ladi. Ya'ni bu yerda FBP va yana xuddi shunday bunaqami ishqilib FBS degan ma'lumotlar ham boradi va yana qo'shimcha sizda o'sha bitta token beradi, ya'ni maxfiylangan kod beriladi, kod yuboriladi. O'sha kodning ichida sizda qayerda turgan joyingiz, qaysi qurilmadan kirganingiz, yana nimalar bo'ladi? Yana Instagram bo'layotgan bo'lsa, Instagram IDsi bo'lishi mumkin va обязательно emailingiz bo'lsa, emailingiz va barcha ma'lumotlaringiz, IDlaringiz bo'ladi. Va o'sha ma'lumotni shunday olganda siz qaysi Instagram yoki qaysi Facebookda qurilmada ishlayotganingiz sirasi ko'rinadi va sizni portretingizdan boshqa auditoriyalarni, xuddi sizga o'xshagan auditoriyalarni topadi. Instagramda o'sha auditoriyani sizning reklamalaringizga o'sha auditoriyani ko'rsatishni boshlaydi. Ko'rsatishni boshlaganida leadlaringiz kundan kunga sifat oshib boradi va hech qanaqa sizda adashib tushdi, men qoldirmaganman yoki prosta narxini so'ramoqchi edim degan auditoriya ham bo'lmaydi. Men o'zimda shunaqa bo'lgan.
kes bo'lgan. Men o'zim ishlatib ko'rganman. Masalan, bugun bitta masalan massajyorni bitta kompaniyadan lead tushdi. Men u bilan gaplashyapman. Shartnoma qilyapmiz, kelishuv bo'lyapti-da, sotib oldi bo'limga o'tkazyapman. Va ertasi kuni shu kompaniyaga o'xshagan mijozlar lead qoldirganini guvohi bo'lyapman. Xuddi shunaqa. Agar bitta muammo yoki qaysidir auditoriyaga tushgan bo'lsa, o'sha sotib olsa, ertasi va undan keyingi kunlar o'shanga o'xshagan odamlar yoki o'shani konkurentlari sizga lead qoldirish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Va shuni hisobida sizni sotuvlaringiz ancha oshadi. Leadlar sifati qisman ko'tarilishi mumkin. Bu degani bir karra, ikki karra lead narxi ko'tarilib ketmaydi. Ozgina ko'tariladi. Nimaga? Chunki ozgina ko'tarilishining sababi sifatsiz men qoldirmaganman degan mijozlardan o'zi filtrlaydi va eng kerakli mijozlaringizga reklamani ko'rsatishni boshlaydi. Bunda lead narxi 50% gacha ko'tarilishi mumkin. Agar $1 tushayotgan bo'lsa, $1.5 gacha ko'tarilishi mumkin. Lekin gohida menda shunaqa vaziyat bo'lgan. Bunda target yoqqanimda, albatta bunda purchase, ya'ni покупкаga target yoqqansiz, leadga qaraganda arzon tushgan vaqtlari bo'lgan. Va natija shuni hisobida sizda sotuv konversiyasi eng kamida 20% dan 30% gacha tashkil qiladi. Menda hozir 28% turibdi. Sotuv konversiyasi. Odatda oddiy lead qilganingizda sotuv konversiyasi 5-10% tashkil qiladi. Eng zo'ri bo'lsa 10, o'rtacha 5%, to'g'rimi? Yo'q deyishingiz mumkin. O'ylab ko'ring, bugun sizda 10 ta odam SMS yozdi, 10 tadan bitta sotuv bo'ldimi, yo'qmi o'shanga qarab aytasiz. Agar 10 tadan bitta sotuv bo'layotgan bo'lsa, demak konversiya 10%. Agar yo'q 20 tadan bitta sotuv bo'lyapti desangiz, unda sizda konversiyangiz 5% tashkil qiladi. Mana shu biza Meta algoritmiga Conversion API orqali, ya'ni bu yerda albatta Conversion API ishlatiladi. Conversion API orqali sotib olgan mijozlarimiz ma'lumotlarini to'liq etkazish deyiladi va bu hali hammasi emas. Endi sizlar so'rashlaringiz mumkin. Agar bizada CRM bo'lmasa-chi? CRM yo'q bo'lsa, demak biz bu narsani qila olmaymizmi deb. Yo'q. Men buni shunaqa bitta zo'r yo'lini o'ylab topdim. Agar sizda CRM yo'q bo'ladigan bo'lsa, sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi va leadlarni veb-sayt orqali olamiz, Telegram botga tushiradigan qilib. Va Telegram botga tushadigan leadlardan qaysi biri sotib oladigan bo'lsa, o'shanga havola bo'ladi. Havolani ustiga bosganda o'sha insonning ma'lumotlari Telegram bot orqali sirazi havola veb-saytga ko'rinadi va veb-saytdan Metaga yuboriladi. Ya'ni bu holatda CRM siz ham biza Conversion API ni to'liq ishlatib Metaga faqat bizdan sotib olgan mijozlarni ko'rsatishimiz mumkin yoki bizda mana bu juda ham yuqori sifatli lead deb turib ma'lumot berishimiz mumkin bo'ladi va o'shanda Meta algoritmlari 100% holatda ishlaydi. Kim bizni auditoriya, kim bizdan sotib olayotganlarini aniq ko'rib turadi va shunga o'xshagan odamlarga reklamamizni ko'rsatishni boshlaydi. Yana shunday bir narsa borki, CRM yoki bunda 4-5 xil mahsulot yoki sizda 1 millionlik mahsulotdan 5 million yoki 10 millionlik mahsulotgacha bo'lsa, bir kunda aytaylik 5 ta odam 1 millionlik mahsulotni oldida, 2 ta odam 10 millionlik oldi, qolgani masalan 5 millionlik mahsulot olgan bo'lsa va o'sha signallardan eng qimmat sotuv qilgan odamni topishga harakat qiladi. O'sha signallar keldi, 10 millionlik mahsulot olgan odamlar atrofida yangi auditoriya qurishga harakat qiladi yoki 6 oy oldin sotib olgandi, keyin yana sizdan sotib olyapti. Demak, buni LTVsi yuqori bo'lgani hisobida o'sha odamlarni ushlab shunga o'xshagan odamlarga atrofida auditoriya qilishni harakatida bo'ladi va shunga o'xshagan auditoriyaga reklamangizni ko'proq ko'rsatadi. Shuni hisobida sizda sotuv konversiyasi keskin oshadi, albatta lead narxlari ham. Va mana bitta tanishim Meta mutaxassislari bilan uchrashuv belgilaganda ularda aytgan, mana shunaqa leadlar sifatsiz tushyapti, lead narxi birdaniga $1.5 ga ko'tarilib ketdi va tushgan leadlarni ham
50-60% umuman sifatsiz bo'lib chiqyapti. Aytdik bir kunda 100 ta lead tushsa, bor yo'g'i 20 ta 30 tadan raqam olib gaplasha olyapmiz. Qolgani bilan umuman gaplashib bo'lmayapti yoki men qoldirmaganman deb chiqyapti deb shikoyat qilgan. Ya'ni lead narxi $1.5 ga ko'tarilib ketgan va u meta mutaxassislar aytganki, unda siz Conversion API ni ishlating. Qanday ishlataman deganingizda, u Conversion API ni biz aniq qila olmaymiz. Uni dasturchilar bilan birga qilasiz deganda, menga aloqaga chiqqanda men shuni qilib berdim. Qilib berganimda leadlar narxi yana 70 sentga tushdi. $1.5 yuratuvdi, 2 baravariga arzonlashdi lead narxi va sotuv konversiyasi keskin ko'tarildi va o'zi ham tan oldi. Qanaqa lead tushgan bo'lsa, hammasi yuqori sifatli bo'lib chiqdi. Bironta bu adashib qolgan leadlar tushmadi deb turib o'zi tan olib menga odziv bergan edi. Ya'ni Conversion API shunaqa yutuq tomoni bor. Men o'zim ham ishlatganman. Oldin 20 ta lead tushsa, uni kamida bir 5 tasini men qoldirmaganman derdi. Shunaqa muammolar bo'lardi. Endi hozirda men 3 oydan beri target yo'qotgan bo'lsam, o'zimning xizmatimda menda umuman bunaqa holat bo'lgani yo'q va e'tibor qarating. Biza hozir Events Managerda turibman. Mana Conversion API ulangan va qo'shimchasiga Metapixel ham ulanganini ko'rib turibmiz mana. Va bu yerda mana nechta odam page view bo'ldi, nechta odam kontentimizni ko'rdi, nechta odam lead qoldirdi va nechta odam purchase, ya'ni sotib oldi. Va kontakt, ya'ni telefon raqamida promo telefon qilganlar necha kishi. Shuni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa natijalar ko'rinib turadi. Shu bugunga, agar kimda savol bo'layotgan bo'lsa, kommentlarda yozishlaringiz mumkin. Bemalol javob berib boraman va oxirida va'da qilingan narsam, sizlarga video oxirida havola tashlanadi va o'sha havola orqali siz ko'rishingiz mumkin. Agar siz Conversion API ni qanday qilib ishlataman yoki qanday o'rganaman deydigan bo'lsangiz, unda men sizga o'zimni target kursimni taklif qilaman. Bu kursda siz Conversion API ni CRM orqali ulanishini ham yoki agar CRM bo'lmasa Telegram bot orqali Conversion API ni ishlatilishini va veb-saytimizda sun'iy intellektdan foydalangan holatda tezkor sotuv veb-saytlarini yasashni ham hammasini to'liq o'rgatib ketaman. Salomat bo'linglar. Bugungi darsimiz shu.